Islom sivilizatsiyasi markazida hozirgi paytda loyihalarni ishlash bo'yicha jarayon ketmoqda. Mana bugungi kunda biz Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi xodimlari ham bir qancha loyihalar berganmiz. Shu loyihalardan biri Mirzo Ulug'bek buyuk qomusiy olim va davlat arbobi degan loyiha. Bu loyihada aynan Ulug'bek davridagi fan, madaniyat rivoji qanday bo'lgandi, u paytda qanday buyuk olimlar Ulug'bek akademiyasida faoliyat olib borgan, aynan bu olimlar jahon fani taraqqiyotiga qanday hissa qo'shgan, qanday yangiliklar kiritgan, ayni paytda shu paytda qanday ijtimoiy siyosiy jarayonlar ketayotgan edi. Mirzo Ulug'bek davlatni boshqarishda, saltanatni rivojlantirishda qanday ishlar qildi. Mana shularning hammasi mana shu loyihada aks etishi kerak. Ayni paytda Mirzo Ulug'bek o'z davrida qanday astronomik asbob uskunalardan foydalangan, qanday qurilmalarni takomillashtirgan, qanday buyumlarda, kundalik hayotda qanday buyumlardan foydalangan. Mana shu masalalarning hammasi mana shu loyihada ko'rsatilishi kerak. Iloji bo'lsa ko'p Mirzo Ulug'bekning ko'p buyumlari jahondagi muzeylarda, masalan, Britaniya muzeyida saqlanmoqda. Masalan, osmon globusi. Uning maketini yasash kerak. Aynan o'shanga o'xshagan maketini yoki mulyajini yasash kerak. Mirzo Ulug'bekning kitoblarining mulyajlarini yasash kerak. Va Mirzo Ulug'bekni ko'plar o'ylashadi, u astronomiya bilan shug'ullangan deyish bilan cheklanadi. Aslida u keng qamrovli olim bo'lgan. U astronomiyaga ham, hatto tibbiyot sohasiga, hattoki tarix sohasiga, tilshunoslik sohasiga ham o'zining hissalarini qo'shgan. Va shu bo'yicha risolalar ham yozgan. Mana shu risolalarning ko'plari topilgan, lekin ancha risolalar hali xalqning qo'lida yoki ba'zi bir kutubxonalarda saqlanmoqda. Bularni aniqlash ishlari ham ketmoqda. Shuning uchun bu joydagi o'sha loyihalar ustida ishlash serqirra faoliyat hisoblanadi. Bir tomonlama aynan komandirovkalar tashkil qilib, o'sha masalan Britaniya muzeyida yoki Fransiyadagi yoki boshqa mamlakatlarda saqlanayotgan qo'lyozmalar hamda o'sha Mirzo Ulug'bekning buyumlarini topish va ulardan nusxalar olish muhim masalalar hisoblanadi. Amir Temurning o'zi juda ma'rifatparvar inson bo'lgan. Dunyoda qanday mashhur olimlar, mashhur xattotlar, mashhur tadbirkorlarning hammasini yig'ib kelib shu Samarqandda faoliyat olib borishga sharoit yaratib bergan. Ularga ma'lum bir maoshlar ajratgan maxsus olimlarga. Mana shulardan biri masalan Qozoda Rumiy o'sha Bursadan kelib Amir Temurning 7 yillik urushlarida shu Amir Temurga qo'shilib birgalikda jangga borib va birgalikda qaytib kelib, keyin astronomiya sohasida eng nufuzli maslahatchilardan bo'lib ishlaydi. Bir paytlar Samarqandda Amir Temurning o'zining ham observatoriyasi bo'lgan. Bularni boshqaradigan mutaxassislardan biri shu Qozoda Rumiy bo'lgan. Keyinchalik o'sha Mirzo Ulug'bek davriga kelganda katta alohida bir rasadxona qurish. Bu rasadxona o'sha ilgarigi astronomlarning hisob kitoblariga aniqlik kiritish masalasi qo'yildi. Geometriyaning ma'lum bir sohalarini hisoblash usullarini bu Ulug'bek astronomik akademiyasidagi olimlar kashf qilishgan.